Chunki siz o'zingiz uyingizga bora olmay yurgan odamsiz. Mana tinch qo'ying. O'zingizni birinchi hal qilib oling. O'zingizni ishlaringizni hal qiling siz. Yozilmaylar, hali shunday akalar chiqadi. Xudo xohlasa nasib bo'lsa meni ham mushkulimni oson qilayotgan. Mana bunday isqirtlar ustimdan kulmaydigan. Hozir menga og'ir bo'tyapti. Gapirayotgan gap o'ta og'ir bo'tyapti. Undan ko'ra so'kkani yaxshi edi. Undan ko'ra urishgani yaxshi edi. Menga juda og'ir bo'tyapti. Bora olmaysan, to'dim bora olmaysan. Boraman, hali Xudo xohlasa. Yaxshiliklarimizni evaziga Alloh ko'rib turibdi. Bizni yomon ko'rayotganimizni ko'ra olmaydigan bitta yarim shunday isqit, bir haromi bichlanib deb shu ishlar bo'lib ketdi. Mayli bo'lar ish bo'lib ketdi, o'tgan ishga salovat. Meni tinch qo'ysin вообще u kim ol? Ma'g'an. Ko'zlari mut-mut bo'lib o'tirgan qizni qanaqa siz unaqa gapirasiz? Qanaqa siz unaqa gapirasiz, akajon? Biz qachon ko'rishamiz, akajon? Biz qachon? Sardor aka, biz qachon ko'rishamiz? Bu qo'shiq sizga. Xotiralar bo'lmasa, tun ham go'zal aslida. O kunlarni qoldirdim xotiralar asrida. Sen kelgan kuningda ketganing og'riqlidir. Qayerda deb so'rasalar, derman qalbim qasrida. Endi sen ozda, men ozda